Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Yo'qlar, kayfiyatlar yaxshimi? Bugun yana sizlar bilan bitta mavzu gaplashamiz. Xo'p, katta energiya haqida. Katta ishlar katta energiya talab qiladi. Katta muammolarni hal qilish uchun ham katta energiya kerak bo'ladi. O'zi energiyaga borib taqaladi hamma narsa, hamma ishlar borib energiyaga, ruhiyatga borib taqaladi. Xo'p, katta energiyalar, men katta energiyani qanday yig'amiz degan savol tug'iladi. Katta energiyani qanday yig'amiz degan savol tug'ilsa, katta energiya katta narsalarni ko'rganimizda bizda tug'iladi. Katta narsalarni ko'ramiz. Misol uchun mana hozir davomimiz bilan layner oromgohga kelganmiz. Tog', baland tog'larni ko'ryapman men hozir. Baland daraxtlarni ko'ryapman. Hop, havoni tozaligini ko'ryapman. Baland tog'lar, baland binolar, baland shamol, mana shamol chambaragi bo'lishi kerak. Mana ko'rinyapti. Shuni ko'ryapman-da. Mana bu narsalar odamga energiya beradi. Katta daraxtlarni ko'rsak, katta bir hayvonlarni ko'rsak, katta tog'larni, katta o'rmonlarni, katta suvlarni, katta bir cho'llarni ko'rsak, bizda katta energiya yig'iladi. Katta energiya yig'iladi shu narsa. Bir xonada o'tirib, bir kichkinagina bir doskaga qarab, kichkinagina bir derazaga qarab o'tirganimiz bilan muammolarimizni hal ham qila olmaymiz. Muammolarimizga yechim ham topa olmaymiz. O'shaning uchun tashqariga chiqish kerak bo'ladi. Bir kichkina muammo bo'lsa ham tepadan qarash kerak bo'ladi. Kattalashtirib qarash kerak bo'ladi. Ya'ni kattaroq joylarga. Katta joylarni qarashligimiz, ko'proq katta narsalarni ko'rishimiz bizga energiya beradi. Katta energiya beradi. Katta energiyamiz bo'lsa bizda siqilish bo'lmaydi, taslim bo'lish bo'lmaydi, taslim bo'lish tuyg'ulari bo'lmaydi. O'shaning uchun odatga aylantirishimiz kerak. Bir xonada kamroq bir joyda o'tirishimiz kerak. Kamroq bir kichkina joylarda o'tirishimiz kerak emas. O'shaning uchun mana katta bir boylarni, milliarderlarni hayotini kuzatsangiz, ular domda yashashmaydi. Ular shunaqa dalalarda, katta uchastkalarda, keng bir bepoyon joylarda yashashadi. Shunaqa joylarda yashashga harakat qilishadi. Chunki katta energiya katta joylarda bo'ladi. Tog'larda yursangiz, anaqa joylarda ko'proq piyoda yursangiz, shunaqa joylarda energiya to'planadi. Demak, biz katta ishlar qilmoqchimiz. Katta maqsadlar qo'yganmiz oldimizga. Demak, bizga katta energiya kerak. Boshqa narsa kerak emas, kattaroq energiya kerak. Ya'ni xohish kerak, ishtiyoq kerak. Katta xohish, ishtiyoq esa, ya'ni miyadagi cheklovlarni yopib yuborgan ishtiyoq esa, xo'p, katta shunaqa sayohatlardan kelib chiqadi. Ya'ni tashqari chiqib katta o'rmonlarni ko'rsak, katta tog'larni, daraxtlarni, katta hayvonlarni, katta ko'llarni, dengizlarni ko'rsak, biz qo'ygan orzularimizga, maqsadlarimizga erishishligimiz osonlashadi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.